Xayrli kun Agrota Holdings'te aziz obunachilari. Davom etamiz sizlarga faqat va faqat yangilik ulashda davom etamiz va bitta bizdan uzoqlashmasanglar, hammasini bitta ko'rsatib o'tib ketamiz. Yangiliklar zo'r, faqat poddeshka qilib, like bosib, olovda yemasanglar bo'ldi. Kultivatorlarni zo'rlaridan kelgan do'stlar, mana 76 mi, 69 xohlagan oraliqqa nastroyka qilib, dorilarni quyib birgalikda aralashtirib ketadigan zamonaviy Turkiyaning Uzoken kompaniyasining mahsuloti hisoblanadi. Kilogramcha ham 770 kilogram xohlagan traktorga ilib maza qilib ishlatsanglar bo'ladi. Odam toshi unaqadan yo'q. Bundan tashqari mana ko'rsatib o'tib ketaman. Pluglar keldi do'stlar. Ya'ni 136 kushidan baland bo'lgan, yuqori bo'lgan traktorlar uchun 4 korpus, 5 korpusli pluglar keldi. Pluklarim borki, eng oxirgi qiyqiriq modellardan mana Jewelga o'xshagan variantda taroqli lem, atvallari ham taroqli bo'ladi. Xudo xolasa yaqin kunlarda buni mexaniklarimiz yig'ib, sizlarga uni ham qisqacha obzorini qilib o'tib ketamiz. Bundan tashqari mana upakovkasi buzilmagan apreskiterlar xohlagancha mexanitskiy, gidravlitskiy deysizlarmi? 300 litrdan 600 litrlikgacha bo'lgan yo'mkisdagi o'zi suvni tortib oladigan nasoslari ham bor do'stlar. Farsunkalari ham borki, qichig'idan qo'yilganidan keyin. Mana enrular yig'ilish davomida bu enrular 2 diskli, korpusi ham nerjavika bo'ladi do'stlar. Mana misol uchun temirligi ham bor. Nerjavikasi ham, uni ham yiqqandan keyin hozir yig'ilgani bo'lsa, uni ham ko'rsatib o'tib ketamiz do'stlar. Mana mini traktorlar uchun 56 kishidan 106 kishiga bo'lgan traktorlar uchun buni ham alohida 3 korpus, 4 korpus, 5 korpusli mini pluglar ham kelgan. Ular ham оборотный hisoblanadi, aylanma pluglar bo'ladi. Mana korpuslari ko'ryapsizlarmi? Xudo xolasa biz stoykalarga terib, hammasini sizlarga qisqacha obzorni ko'rsatib o'tib ketamiz. Bu Astar ham legendarniy hisoblanadi, hali ham aksiya davom etyapti. Uni ham olib qolsanglar bo'ladi. Mana ko'pchilik so'ragan. O'zi kartoshka kapatil hisoblanadi do'stlar, lekin buni kartoshka kovlasa bo'ladi, piyoz kovlasa bo'ladi, sabzi kovlasa bo'ladi. Xullas, universal ishlatsanglar bo'ladi. Traktorga ulanadi, vom qismiga bemalol o'zi oladigan mahsulotni cho'tki qilib kovlab olish imkoniyatiga Ukrainaning Kirlan kompaniyasining mahsuloti hisoblanadi. Bittalik jo'yakda maza qilib ishlatsanglar bo'ladi. Bundan tashqari mana frezerni kultivatorlarimiz ham bor do'stlar. Frezerni kultivator hech qanaqasi yo'q, faqat bu 90 oraliq. Buni ham 76-60 oraliqqa nastroyka qilib olsa ham bo'ladi. Do'stlar, eng qizig'i mana 45-60 lik Solis traktorimiz bor. Mana bu yonida turgan 50 midi bu? 50-60 lik traktorlarimiz ham sotuvda. O'zi bitta ikkita qoldi. Shoshib qolsanglar, buni ham Agrota Holdingsda 0% lizing bor. O'sha 0% lizingga kelib, olib, qo'shimchasiga agregat xohlagan narsani komplekt qilib olib ketsanglar ham bo'ladi do'stlar. Nomerlar обязательно qoldiraman. Bilasizlar, traktorlarimizga 3 yil garantiya beramiz do'stlar, yoki 1,5 ming matachas. Mana endi mini traktorlar uchun ko'pchilik so'raydi. Nimani so'raydi bilasizlarmi? Mana bu narsa fermer xo'jaliklar uchun, uyda maishiy xizmatlar uchun ko'p kerak bo'ladigan oldi pogrushchiklar. 24 kishilikdan 30 kishilik traktorlarga bemalol uстановка qilib, maza qilib ishlatsa bo'ladi. Bundan tashqari buni oldida kuraklari ham bor. Qishda qor kuriyman deysizlar, fermer xo'jalikda, fermalar ichida go'ng tortish uchun, xullas, xo'jalik ishida hammasida mos keladi. Bitta teleskani ustiga bemalol ortib berish imkoniyatiga ega 0.33 kubometri 300 kilogramgacha yukni bemalol ko'tarib olsa bo'ladi. Mana bog'lar uchun buni ham bitta ko'rsatib o'tib ketaylik. Именно bog' uchun spetsialniy mana bog' ichida yuradigan mana bunaqa farsunkal apreskiterlar ham yetib keldi do'stlar. Apreskiterlar ham moshniy 300 kilodan 600 kilogacha bo'lgan yo'mkisda o'zi suv tortib oladigan nasoslarigacha bor, garantiyalari bor. Apreskiterlar ham narxlari arzon, kelib xarid qilsanglar bo'ladi. Mana frezalar bor. 1.20 dan 2 metr oraliqqa zaxvatda ketadigan frezalarimiz ham yetib keldi do'stlar. Bundan tashqari mana kartoshka ekadigan kartoshka sajatellarimiz ham bor. 60 oraliq, 70 oraliqqa nastroyka qilib, maza qilib kartoshka eksa bo'ladi. Самое главное, traktor tanlamaydi bu. Bundan tashqari mana yangilangan variantda frezalarimiz yetib keldi. U frezamiz o'rtasida o'qi bordi. Buni ko'ryapsizlar, splashni hammasi yerda kavlash uchun mo'ljallangan. Reduktorlar bor. Bular sepli emas, reduktorlik hisoblanadi. 1.20 dan 2 metrgacha bor. Undan tashqari mana eng qiziq, bu misol uchun 1.60 lik bo'ladigan bo'lsa, mana hamma joyi pichoqlari original, baquvvat bo'ladi. Undan tashqari bitta ko'rsatib o'tib ketamiz. Mana do'stlar, bu katoki bilan jihozlangan. Mana orqasida kesakni maydalab ketadigan katoklari ham bor.
Kerlan kompaniyasining mini traktorlar uchun klassik, ya'ni har xil mana 3 korpus, 2 korpus, 24 ot kuchidan 30 ot kuchigacha, 40 ot kuchigacha bo'lgan traktorlar uchun Ukrainaning Kerlan kompaniyasining mahsuloti bo'lgan klassik mana atvallar ham 25 atvallik pulukchalarimiz ham yetib keldi. Yetmaganiga dangasa balonchalari ham bor buni. Bu ham sotuvda mavjud do'stlar. Mana ko'pchilik so'radi, kichkinaroq apreskitl so'raganlar uchun. Do'stlar, mana kichkina apreskitl kerakmi? 300 litrlik gidravlitskiy traktorda o'tirib bemalol o'zi tushirib chiqaradigan imkoniyatga ham ega bo'ladi. 300 litrlik, xohlaganlar uchun 600 litrligi ham bor. Mana 180lik baquvvat frezalar ham kelgan, buni ham soni cheklanib qolyapti. Har kuni frezalar uchib ketyapti lekin. Mana buni mexanitskiy variantlari ham keldi do'stlar. Mana mexanitskiy mana 6 metrdan 600 litrlik mana 6 metrdan 12 metrgacha bemalol sochib maza qilib dori sepsa bo'ladi. Trubkalar ham nержавечный, farsunkalar ham baquvvatidan qo'yilgan. Mana yig'yapti. Ko'pchilik so'ragan kasilkalar keldi mana. 6 diskli, boshbaqali bo'lgan, bitta joyga o'rtaga uyib ketadigan, tayyor press podvorishga tayyor qilib ketadigan mana bunaqa ajoyib kasilkalarimiz ham bor. 86 dan yuqori bo'lgan traktorlarimiz bemalol foydalansa bo'ladi. Buni zo'r yurib ketayotgan navesli holatda ko'tarib bemalol harakatlana oladi, hech qanaqa qiyinchiliklarsiz. Mana frezalarimiz do'stlar. Bu frezamiz 140, 162 metrgacha bo'lgan frezalarimizgacha bor do'stlar. Reduktorlariga garantiya beramiz buni. Shoshmay turinglar bir daqiqa. Uzr ming bor. Reduktorlariga ham garantiya beramiz. Moyda solib maza qilib ishlatadigan varianti bu navbatdagi partiya do'stlar. Bilasizlar, tugab qoldi. Ko'p klientlardan jalb eshitdik. Tezroq olib kelinglar deb o'shanga mana tayyor qilib qo'ydik. Hozir trendda bo'lgan mana bu gidravlitskiy apreskitl. O'zi bir 3 ta 4 ta qoldi. Shoshma, narxi ham unaqa qimmat emas. Uni kelib gaplashib, peritsen ham narx va xohlagan variantda turda kelib olib ketsanglar bo'ladi. Mana yangi kelgan Jewel variantli atvallarni ham ko'ryapsizlar. Taroqqa o'xshagan atvallilari kelgan mana. Buni hozir yig'ish jarayonidamiz, xudo xolasa. Mana ko'ryapsizlarmi? 3 korpuslik bu mini traktorning Belarus L shunga o'xshagan traktorlar ham bemalol olsa, ilib taqib ishlatsa bo'ladi. Undan tashqari 160 va undan yuqori traktorlar uchun ham buni katta atvallari ham keldi. Mana hozir yig'ish jarayonida xudo xolasa buni ham yig'ib sizlarga takliflarga taqdim qilamiz. Traktorlarimiz bor mana 76 kuchlik 5 kabinali, 96 kuchlik 5 kabinali, Solis Hindiston brendi sanalika mahsuloti hisoblanadi. U traktorlarimizdan ham xudo xolasa sotuvda mavjud. Mana jarayon, katta atvalli traktor terish jarayoni. Atvalni ko'ryapsizlarmi kattaligini? 5 korpus, 4 korpusliklarimiz ham xudo xolasa 1-2 kunda tayyor bo'ladi. Eng zo'rlaridan biri mana bunaqa apreskitl so'rab yuruvdi ko'pchilik. 1 tonnalik, 2 tonnalik mana traktorga ulab, orqasini ham ko'rsatib o'tib ketaylik. Bu juda bodomzorlarga, olmazorlarga, uzumzorlarga juda ma'qul keladigan tanlov hisoblanadi. 1 tonnani qo'yib traktorcha bilan, ayniqsa mana bu 50, 40, 76 kuchli traktorlar juda bu bilan do'stlashib qoladi. 2 tonnaligi ham bor, kattaroq yo'mkisi xohlaganlar uchun mana 2 tonnaligi ham bor. Bemalol xarid balonlari ham bor, garantiyalar bor, samig'larni bunga. Sizlar o'ylaysizlar faqat yo'q, mana peredplujniki bilan birga kelgan, o'rtasida qo'yadigan. Bu puluklarimiz o'rtasida peredplujniki ham bor, xudo xolasa. Shu Lemkenni Jewelga o'xshagan variantidan olib kelganmiz, xudo xolasa. Bu enrularimiz mana nержавейка sizlarga aytganda 2 diskli, hamma narsa nержавейкаdan qilingan. Yo'mkisi ham 8 litr 1 tonnagacha bo'lgan yo'mkisda bemalol maza qilib buni xohlagan dori sepadi, kimdir bug'doy sepib orqasidan ocharini ochib ketib imkoniyatga ham ega universal. Mana har xil turdagi mana bunaqa variantli apreskitlarimiz ham kelgan bog'lar uchun va to'rtburchak yo'mkisligidan. Xullas do'stlar, sizlarga yana bitta zo'r navbatda kutilgan, ko'pchilik uzoq vaqtdan beri so'rayotgan qachon keladi, qachon keladi. Mana keldi o'sha puluklarimiz, 3 korpus, 4 korpuslik puluklarimiz ham yetib keldi. Mana 5 korpuslik puluklarimizni bu ramalari xudo xolasa 1-2 kunda tayyor bo'ladi. Buni ham yig'ib qo'yamiz. Mana 3 korpuslik aylanma atvali katta, bemalol 30-35 santimetrgacha chuqurlikda bemalol yelni paxata qilib haydasa bo'ladi. Undan tashqari aylanma hisoblanadi. Balonlarigacha bor. Bu 3 korpusimiz do'stlar.
Buni ham sanoqli qoldi. Bundan tashqari mana 4 korpusliklarni ham olib kelib qo'yganmiz, xohlaganlar uchun. Bu ham xuddi shunaqa, kilogramm og'ir emas, bochishi zo'r, yerni zo'r haydaydi. Bu birinchi marta emas, bu nechinchidir partiya aylanib keldi. Imkoniyat darajasida furoga ortib, ko'proq olib kelish uchun, sizlarga xizmat qilish uchun olib kelib mana tayyor qilib qo'yapmiz. Pastda nomerlar qoldiraman do'stlar. Agroto Holdings bilan har doim aloqada bo'linglar. Kelib bitta traktor olib, qo'shimchasiga agregatlar ham olsanglar, sizlarga qanaqadir bonuslar ham qilib beramiz. Kelish olsak, O'zbekiston bo'yicha dastavkalarni ham amalga oshirib beramiz.